Olovli massaj deganda ko'pchilik "Voy, yonib ketmaymanmi?" degan fikrga kelishadi. Noto'g'ri qilish oqibatida hamma narsa bo'lishi mumkin. Olovli massaj bu Tibet metodikasi hisoblanib, bir necha yuz yillardan buyon qo'llanilib kelmoqda. Ammo shunaqa bir zamonaviy davrda ko'pchilik qilishni bilmas ekan. Endi esa olovli massajning foydalarini sanab o'tamiz. Birinchi o'rinda qon aylanish sistemasini yaxshilab beradi, tonuslarni yechib beradi, depressiyada, uyqusizlikda, antisellyulit, osteoxondroz, giperlordoz, protruziya, poзвоночниктagi spazmlar, bo'yin sohasi va barcha zonalardagi og'riqlarda, hattoki nerv sistemasida shikastlangan barcha kasalliklarga katta foyda beradi. Hattoki semizlikda ham yog'larni eritib, parchalab beradi. Uyqusizlikda, bosh og'riqlarida juda samarali yordam beradi. Ayniqsa qish mavsumining sovuq kunlarida zax o'tib ketgan shamollashlarda juda zo'r foyda beradi. Endi esa protsedurani boshlaymiz. Toshkent, Samarqand, Navoiy, Farg'ona va barcha viloyatlardan tashqari, hattoki Qoraqalpog'istondan katta talablarga binoan endigi seminarimni aynan olovli massaj uchun start berdim. Hali e'lon bermasimdan yozilishni boshlashyaptimi? Ushbu raqamlarga telefon qilib, joylarni band qilinglar, joylar chegaralangan.